Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 13-dekabr haftaning shanba kuni. Kecha bitta ot, bitta buqa so'yganmiz. Otimiz 347 kilo kelgan, buqamiz 323 kilo. Salkam 700 kilo go'sht bashdi. Hammasi maydalab tashaganman. Ko'ringlar go'sht chiroyli chiqqan. Mana bu yoqda ot, rangi sariq ajralib turibdi. Bu yoqda buqa. Bo'yi, bo'yin, sarpanjalari, asta o'rg'alari. Mana sonlari otimizni mana qaziyoqlarni ko'rsatdik. Mesela qalin juda semiz, sifatli ot. Hosiliga 130 millik go'shtimizni qanaqa tayinlashini ko'rsataman. 130 millik go'shtimiz bitta qo'l. Mana qo'lni o'zini kachalka go'shti bo'ladi. Bunga bitta sarpanga qo'shamiz mana. To'sh go'shtdan ham qo'shamiz mana. Mana shu go'shtimiz 130 ming so'm. Ko'pchilik aytayapti, bozorda 130 mingga lahm go'sht beryapti-ku deydi. Bu 130 minglik go'shtlar yoki Qozog'istonniki yoki Belarusyaniki bo'ladi. Mesni go'shtlar 150 mingdan kam emas. Bu narsani to'g'ri tushuninglar-da. Ular ham halol go'sht. Endi u yoqda yaxshi chorvachilik yaxshi rivojlangani uchun Qozog'istonda Belarusyan go'shtlari arzonroq kirib kelyapti bizga. Bozorda eng qimmat go'sht hozir o'zimizning mesni go'sht bo'lib turibdi.